Assalomu alaykum. Tanimaganlar uchun ismim Shohruh. Taxminan 5 yildan beri mobil va web dasturchi bo'lib ishlab kelaman va YouTube'da ham ingliz tilida dasturlashni o'rgatib, YouTube kanal yuritib boraman. Xo'p, kechadan boshlab o'zbek auditoriyasi uchun yangi noldan kanal ochib, o'z bilim tajribalarimni, ya'ni dasturlashni o'rgatib borishni ham qaror qildim va kecha yangi kanal ochdim va ikkita video ishladim. Bittasi kanal tanishtiruvi bo'ldi, YouTube Shorts edi, ikkinchisi uzun formatdagi taxminan 19 minutlik video edi. Xo'p, u videoda noldan professional darajagacha Flutter dasturchi bo'lishga oid maslahatlar bo'ldi. Va bugun ertalab o'sha kecha videolarni yuklagan bo'lsam, bugun ertalab kanal statistikasini ko'rdimda, bir qiziq fikr keldi hayolimga. Sababi nima ko'rdim? Birinchi shuni aytay. YouTube Shorts'ning statistikasi 132 ta prosmotr olib kelgan, kecha yuklagan bo'lsam, va bitta like. Podpischkalar soni 0, hozircha hech qanaqa podpischka olib kelmagan. Eng qiziq tarafi uzun formatdagi o'sha 19 minutlik video ishlagan bo'lsam, shuncha mehnatimga hali hech kim ko'rmagan videoni, ya'ni 0 ta prosmotr. Bu bir tarafdan nima deydi, kayfiyatni tushiradigan, lekin bir tarafdan qiziq. Chunki men juda ko'p kanallar yuritib kelganman hozirgacha, buni tushunaman. Lekin ertalab hayolimga kelgan narsa, ko'pchilik YouTube kanal ochmoqchi bo'ladi, ochib ham ko'radi, ozgina yurg'izadi, qarasa qiyinligini ko'rib YouTube kanalni yuritishni to'xtatib qo'yadi. Ko'pincha kanalni ochib oladi, nimaga asoslanib ochib oladi? Internetdagi aldovlarga asoslanib. Aldovlar qanaqa? YouTube kanal oching, 1 oyda monetizatsiya qiling, 3 oyda monetizatsiya qiling, podpischkalarni misol uchun 10 mingtaga olib chiqing, 50 mingtaga olib chiqing va hokazo. Shunaqa aldovlar juda ham ko'p, aldaydigan videolar. Men nima qilmoqchiman? Mana shu kanalni rivojini ochiq oydin dasturlashni o'rgatish bilan birga asosiy kontentim dasturlashga oid bo'lsa, qo'shimcha ravishda shu kanalda bu kanalni rivojini ham ulashib olmoqchiman. Ya'ni qanaqa rivojlanyapti, prosmotrlar qanaqa bo'lyapti, podpischkalar qanaqa bo'lyapti va monetizatsiyaga olib chiqish jarayoni qanaqa bo'ladi. Bularni hammasini, o'zini talablari bor, bularni ko'rsatib, qiyinchiliklar, umumiy jarayonni ochiq oydin, hech nimani yashirmasdan, ya'ni aldovlarsiz demoqchiman, aldovlarsiz ko'rsatib borishga harakat qilaman. Shuning uchun bu videoni ishlayapman. Kanalimiz statistikasini ham alohida uzun formatdagi video qilib kanaliga qo'yaman. Uni ham bemalol kanaliga o'tib ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni hozirgi aytgan 132 ta va 0 ta prosmotrni, umumiy statistikalarni hammasini ko'rsataman.